bor umidim shu boladan, shu bola bir kun kelib meni boqadi deb bolani ustiga keraksiz yuk yuklaymizda. O'zi shundoq ham bola og'ir bo'lib yuribdi. Atrofda, uni atrofini o'rab olgan jamiyatda xiyonatlarni juda ham ko'p ko'ryapti-da, yana ota-ona, ya'ni biz yana unga bosim o'tkazyapmiz. Sizni boqishi kerakligini bola o'ylamaydi deb o'ylaysizmi? Yoki yosh bola siqilmaydi deb o'ylaysizmi? Yana kamiga ataylab boshqalarning oldida tekkizdirib telefonda yoki haligi bolaga eshittirib, qo'shnimiz bolasi IELTS opti, multi level opti deb uni yanada ezamiz. Biz o'ylaymiz, bola eshitib turibdi va uyalyapti o'zidan. Endi mana shuni eshitgandan keyin zo'r harakat qiladi deb o'ylaymiz. Yo'q. Aslida bola bunaqa vaziyatda o'zini hech narsani uddalay olmaydigan, bu jamiyatga umuman keragi yo'q insonday his qilish boshlaydi. U sinadi. Unga shunchaki sen sertifikat olsang ham, olmasang ham Alloh qanaqa darajada harakat qilib turganingni, shunaqa tirishayotganingni ko'rib turibdi. Rizqni u beraveradi. Agar sertifikat tomonidan bermasa, albatta boshqa tarafdan senga yengillik beradi deb unga motivatsiya berishimiz kerak deb o'ylayman.